Vladimir Putin Kremlning yer osti boshpanalaridagi krioterapiya xonalariga kirishi, maxsus pipit kokteyllari qabul qilishi va mikrob yuqtirmaslik uchun maslahatchilarini 12 metrli stulning nariga uchiga o'tkazishi haqidagi ma'lumotlar ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Biroq ayrim manbalarga ko'ra bu shunchaki qarishdan qo'rqish yoki shaxsiy odat emas. Rossiya tarixidagi eng g'aroyib, eng qimmat va eng bahsli davlat loyihalaridan biri ustida ish olib borayotgani aytilmoqda. Gap taxminan 26 milliard dollarlik biologik yosharish va umrni uzaytirish dasturi haqida ketmoqda. Loyihada genetik jihatdan o'zgartirilgan cho'chqalarda inson a'zolarini o'stirish, 3D bioprinterlardan tirik to'qimalarni chop etish hamda hujayralarni qayta dasturlash qaratilgan gen terapiyalariga kabi texnologiyalar nazarda tutilgan. Shu bilan birga Rossiyada erkaklarning o'rtacha umr ko'rish davomiyligi taxminan 68 yil ekani qayd etiladi. Shu bois savol tug'iladi: Kremlning milliardlab dollarlik ushbu dastur haqiqatan ham inson qarishini sekinlashtira oladimi? So'nggi paytlarda eng ko'p muhokama qilingan ma'lumotlardan biri Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining ilmiy tadqiqot institutlariga yuborilgan maxfiy ko'rsatmasi orqali ma'lum bo'lgani aytilmoqda. Hujjatning rasmiy nomi Yangi sog'liqni saqlash texnologiyalari milliy loyihasi. Uning umumiy byudjeti 26 milliard dollar deb baholanmoqda. Bu mablag' jahon miqyosida ham juda katta hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur summa ayrim o'rta hajmdagi davlatlarning 1 yillik mudofaa byudjetidan ham yuqori. Biroq bu yo'nalishda faqat Kreml emas, G'arbning yirik texnologiya sarmoyadorlari ham faol ishtirok etmoqda. Jeff Bezos hujayralarni qayta dasturlash va yosharish texnologiyalari ustida ishlayotgan Altus Labs kompaniyasiga 3 milliard dollar sarmoya kiritgan. OpenAI rahbari Sam Altman inson umrini uzaytirishni maqsad qilgan Retro Bioscience kompaniyasiga 180 million dollar yo'naltirgan. Tahlillarga ko'ra, G'arb va Rossiya o'rtasidagi asosiy farq moliyalashtirish usulidadir. Silikon vodiysida bu tadqiqotlar asosan sun'iy milliarderlar va xususiy kompaniyalar mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Rossiyada esa mazkur yo'nalish davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirilgan va strategik ahamiyatga ega davlat dasturi sifatida ko'rilmoqda. 2025 yil sentyabrida Pekinda o'tkazilgan yirik harbiy parad ham bu mavzuda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbirda Si Szinpin, Kim Chen In va Vladimir Putin birga qatnashgan. Kadrlarda ularning qizil yo'lak bo'ylab birga yurib suhbatlashayotgani aks etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy davlat televideniyasi SSTV jonli efir vaqtida tarjimon ovozi tasodifan efirga uzatilgan. Unda biotexnologiyalar jadal rivojlanayotgani, inson a'zolarini ko'chirib o'tkazish imkoniyatlari kengayayotgani va inson umrini uzaytirish mumkinligi haqida gapirilgan. Hatto kelajakda o'lmaslikka erishish ehtimoli ham tilga olingan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. So'zlarga qaraganda, Si Szinpin ham insonlar ushbu asrda 150 yilgacha yashash mumkinligi haqida fikr bildirgan. Bu qisqa ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamaga sabab bo'lgan. Asosiy savol esa shunday bo'lgan: bu oddiy suhbatmi yoki davlat darajasidagi ulkan biotexnologik dasturning bir ishorasimi? Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bu gaplar ortida aniq ilmiy loyihalar turibdi. Kreml qo'llab-quvvatlayotgan olimlar inson umrini uzaytirishga qaratilgan texnologiyalar ustida ish olib borayotgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya laboratoriyalarida inson organizmi bilan bog'liq yuqori darajada moslashtirilgan genetik jihatdan o'zgartirilgan mini cho'chqalar parvarishlanmoqda. Maqsad insonning buyragi, jigari yoki yuragi ishdan chiqqan taqdirda ushbu hayvonlardan olingan 99% gacha mos a'zolarni ko'chirib o'tkazish. Bu bilan cheklanilmayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya davlat ilmiy markazlari 3D biobasma texnologiyalari bo'yicha ham keng ko'lamli tadqiqotlar olib bormoqda. Ularning da'vosiga ko'ra, sichqon, qalqonsimon bezi va to'g'ay to'qimalari 3D bioprinterlar yordamida yaratilgan hamda muvaffaqiyatli ko'chirib o'tkazilgan. Asosiy maqsad esa 2030-yilga qadar inson uchun to'liq funksional biologik a'zolarni sun'iy usulda yaratish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.
Ma'lumotlarga ko'ra, loyihaning asosiy maqsadlaridan biri 2030-yilga qadar inson uchun to'liq funksional a'zolarni sun'iy usulda yaratishdir. G'oya shundan iboratki, agar insonning biror a'zosi ishdan chiqsa, uni 3D printerda tayyorlash yoki genetik jihatdan moslashtirilgan cho'chqadan olish mumkin bo'ladi. Nazariy jihatdan bu jarayonni takrorlash orqali inson umrini sezilarli darajada uzaytirish mumkinligi ilgari surilmoqda. Biroq bu nazariya amalda ham ishlaydimi? Shu savol bilan birga yana bir masala kun tartibiga chiqadi. 26 milliard dollarlik ushbu dasturni kim boshqarmoqda? Ma'lumotlarga ko'ra, loyihaning asosiy rahbarlaridan biri Mixail Kovalchuk, u Vladimir Putinning eng yaqin maslahatchilaridan biri. Surgunda faoliyat yurituvchi Rossiyaning Meduza nashri Kremlga yaqin manbaga tayanib xabar berishicha, mazkur tashabbus Mixail Kovalchukning shaxsiy g'oyalaridan biri bo'lgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u inson umrini cheksiz uzaytirish g'oyasiga katta qiziqish bildirgan. Loyihadagi yana bir muhim shaxs Mariya Vorontsova. U Vladimir Putinning qizlaridan biri bo'lib, endokrinolog mutaxassis hisoblanadi hamda genetika sohasidagi dasturlarda ishtirok etayotgani aytilmoqda. Bu esa loyiha davlat siyosati bilan birga Kremlning eng yaqin doirasiga ham bevosita bog'liq ekanini ko'rsatadi. Tahlillarga ko'ra, ushbu dasturni faqat sog'liqni saqlash tashabbusi sifatida emas, balki siyosiy nufuz va davlat qudrati bilan bog'liq loyiha sifatida ham baholash mumkin. Bir tomonda Sovet yadroviy dasturi merosiga tayangan yirik ilmiy muassasa, ikkinchi tomonda esa prezident oilasi bilan bog'liq ilmiy muhit turibdi. Mixail Kovalchukning Rossiya parlamentidagi chiqishlari Kremlning nega qarishga qarshi tadqiqotlarga milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan qaray boshlaganini ham ko'rsatadi. U g'arb mamlakatlari ongi nazorat qilinadigan, ko'payishi cheklangan va xizmat qilish uchun mo'ljallangan yangi inson turlarini yaratishga qaratilgan maxfiy biologik tadqiqotlar olib borayotganini da'vo qilgan. Bu da'volar mustaqil ravishda tasdiqlanmagan. Biroq ayrim tahlilchilar fikricha, aynan shunday qarashlar Rossiyada genetika va qarishga qarshi tadqiqotlarni milliy xavfsizlik siyosati bilan bog'lashga xizmat qilgan. Bu dastur haqida xalqaro ekspertlar ham ehtiyotkor fikr bildirmoqda. Buyuk Britaniyadagi Angliya Raskin universiteti biogerontologiya mutaxassisi doktor Craig Campbellning ta'kidlashicha, Kreml moliyalashtirayotgan tadqiqotlarning katta qismi xalqaro ilmiy jurnallarda ochiq va shaffof tarzda e'lon qilinmaydi. Uning fikricha, biologiya sohasida katta ilmiy sakrashlar siyosiy qarorlar bilan amalga oshmaydi. 3D biobosma orqali ayrim to'qimalarni yaratish mumkin, biroq qon tomirlari va asab tizimiga ega murakkab inson a'zolarini to'liq shakllantirish uchun o'nlab yillik fundamental ilmiy tadqiqotlar talab qilinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 73 yoshli Vladimir Putin uzoq yillardan beri sog'lom qarish va umrni uzaytirish mavzulariga qiziqib keladi. O'tgan yili Rossiya Milliy sog'liqni saqlash kongressida u mamlakatning asosiy maqsadlaridan biri aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligini oshirish ekanini aytgan. Maqsad Rossiyada o'rtacha umr ko'rish davomiyligini 80 yildan yuqori darajaga yetkazish. Bu vazifa tasodifan tanlanmagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada erkaklarning o'rtacha umri 67 yil atrofida. AQShda esa bu ko'rsatkich 76,5 yilni tashkil etadi. Bu ikki mamlakat o'rtasida qariyb 10 yillik farq mavjud. Bundan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti prognozlariga ko'ra, 2050-yilga qadar Rossiya aholisi 6,4% ga qisqarishi kutilmoqda. Shu nuqtada Pekindagi mikrofonga tasodifan yozilib qolgan suhbat yana diqqat markaziga chiqadi. Tahlillarga ko'ra, u oddiy muloqot emas, balki yanada kengroq siyosiy manzaraning bir qismi bo'lishi mumkin. Sinpin va Putin, Kim Chen Inning barchasi uzoq yillar davomida hokimiyatda qolish imkoniyatiga ega rahbarlar sifatida qaraladi. 2018-yilda Sinpin prezidentlik muddati bo'yicha konstitutsiyaviy cheklovlarni bekor qildi. Putin esa konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar tufayli 2036-yilgacha prezidentlik lavozimida qolish huquqiga ega. Buning ortidan yana bir savol tug'iladi. Bu dastur faqat aholi salomatligini birlashtirishga qaratilganmi yoki uzoq yillar hokimiyatda qolishni rejalashtirayotgan rahbarlarning o'z biologik imkoniyatlarini saqlab qolishga qaratilgan sarmoyasimi? Bu savolga aniq javob berish qiyin. Biroq vaqt jihatidan konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar, uzoq umr haqidagi bayonotlar va 26 milliard dollarlik dastur bir-biri bilan bog'liq muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada erkaklarning tug'ilish vaqtida o'rtacha umr davomiyligi taxminan 68 yil. G'arbiy Yevropa davlatlarida bu ko'rsatkich 80-82 yil, Yaponiyada esa 84 yil atrofida. Rossiyada ayollarning o'rtacha umri 78 yil bo'lib, erkaklar va ayollar o'rtasidagi qariyb 10 yillik farq dunyodagi eng katta ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ayrim tahlillarga ko'ra, bu holatga alkogolni haddan tashqari iste'mol qilish, yurak-qon tomir kasalliklari, tibbiy
xizmat sifatining pastligi hamda so'nggi yillardagi harbiy yo'qotishlar ta'sir ko'rsatmoqda. Rossiya aholisi yil sayin kamayib bormoqda. Shu bilan birga sog'liqni saqlashga ajratiladigan mablag'lar ham katta tafovut ko'rsatadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Germaniyada bir kishi uchun yillik sog'liqni saqlash xarajatlari taxminan $6,700, Yaponiyada $4,800, AQShda esa $12,500 atrofida. Rossiyada esa bir fuqaro uchun yillik sog'liqni saqlash xarajati taxminan $650 ni tashkil etadi. Shunga qaramay, Kreml qarishga qarshi texnologiyalar va biotexnologik tadqiqotlarga alohida $26 milliard ajratgan. Natijada bir tomonda asosiy tibbiy xizmatdan foydalanishda qiyinchilikka duch kelayotgan millionlab aholi, ikkinchi tomonda esa biologik yosharish texnologiyalariga yirik sarmoyalar mavjudligi qayd etilmoqda. Ayrim tahlilchilar fikricha, bu holat davlat ustuvor yo'nalishlar haqida bahslarni kuchaytirmoqda. Oddiy fuqarolar uni sog'liqni saqlash xarajatlari nisbatan past bo'lgan bir vaqtda yuqori texnologiyali biologik tadqiqotlarga milliardlab dollar yo'naltirmoqda. Bu mavzuda yana bir qiziqarli loyiha tilga olinadi. 2011-yilda rossiyalik tadbirkor Itskov texnologiya sohasida katta shov-shuvga sabab bo'lgan 2045-inventiv loyihasini taqdim etgan. Uning asosiy g'oyasi inson tanasini emas, balki inson ongini saqlab qolishdan iborat edi. Loyihaga ko'ra, kelajakda inson ongini raqamli muhitga ko'chirish, keyinchalik esa uni robot yoki sun'iy tanada davom ettirish mumkin bo'ladi. Bu g'oya sun'iy intellekt, neyrobiologiya, miya-kompyuter interfeyslari, robototexnika va genetika sohalari rivojiga asoslangan. Loyihada bu jarayon bir nechta bosqichga bo'lingan. Avval inson o'z fikri orqali gumanoid robotlarni masofadan boshqarishni mumkin bo'ladi. Keyingi bosqichda inson miyasi sun'iy tanalar bilan bevosita bog'lanishi rejalashtirilgan. Eng bahsli bosqich esa inson miyasidagi barcha neyron aloqalarni, xotira va shaxsiy xususiyatlarni raqamli shaklda modellashtirish hisoblanadi. So'nggi bosqichda esa hatto biologik miya ham talab qilinmasligi, ong raqamli muhitda mustaqil mavjud bo'lishi mumkinligi haqida g'oya ilgari suriladi. Bu yerda fan va falsafa bir nuqtada kesishadi. Zamonaviy neyrobiologiya miya faoliyatining ko'plab jihatlarini o'rgangan bo'lsa-da, ongning aniq qanday shakllanishi haqida haligacha to'liq tushuntirilmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada umrni uzaytirishga qiziqish yangi hodisa emas. Bu g'oya Sovet davrigacha borib taqaladi. 1920-yillarda olim va faylasuf Aleksandr Bogdanov yosharishga oid nazariyalarni ilgari surgan. U yosh odamlarning qonini keksalarga qo'yish orqali biologik yosharishga erishish mumkinligini ta'kidlagan. Lenin va Stalin davrida Milliy qon quyish instituti ham tashkil etilgan. Biroq 1928-yilda Bogdanov sil va bezgak kasalliklari bilan kasallangan talabadan qon qabul qilgan tajriba vaqtida 54 yoshida vafot etgan. Keyinchalik Stalin davrida biolog Olga Lepeshinskaya soda vannalari va hujayra nazariyalari orqali inson umrini 150 yilgacha uzaytirish mumkinligini ilgari surgan. Stalinning shaxsiy shifokori Aleksandr Bogomelis maxsus zardob yordamida inson umrini 150 yilgacha yetkazish mumkinligini aytgan. Biroq u 1946-yilda 65 yoshida vafot etgan. Ayrim manbalarga ko'ra, shundan keyin Stalin bu odam hammani aldadi, o'zi hatto 100 yil ham yashay olmadi degan. Bu gapning tarixiy haqiqiyligi mustaqil tasdiqlanmagan. Tarixiy misollardan kelib chiqib, ayrim tahlilchilarning fikricha, Moskvada turli davr hukumatlari kuchaygani sari inson qarashi va o'limini ilm-fan yordamida yengish mumkinligi haqidagi g'oyalarga katta qiziqish bildirgan. Bugungi $26 milliard sog'liqni saqlash texnologiyalari dasturi ham ayrim kuzatuvchilar tomonidan siyosiy hokimiyat intilishlari va zamonaviy tibbiyot imkoniyatlari kesishgan nuqtada baholanmoqda. Gen terapiyasi, 3D bioprinterlar va genetik o'zgartirilgan cho'chqa a'zolari tibbiyot uchun katta imkoniyatlar ochishi mumkin. Biroq aholining salmoqli qismi 70 yoshgacha yetmasdan vafot etadigan mamlakatda bunday texnologiyalarni davlat ahamiyatiga ega strategik loyihaga aylantirish katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Ayrim tahlilchilarning fikricha, kelajakda katta sarmoya va siyosiy qudrat nafaqat iqtisodiy, balki biologik tengsizlikni ham kuchaytirishi mumkin. Tarix shuni ko'rsatadiki, hech bir rahbar qanchalik katta harbiy qudrat, boylik yoki hududga ega bo'lmasin, vaqtni to'xtata olmagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.